Yoshlar telekanali taqdim etadi. Xonimlar va janoblar, aziz muxlislar, Yoshlarda imkon show. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston yoshlari imkon show nuqta. Qadrli teletomoshabinlar, o'zingiz ko'rib turibsiz, biz Qoraqalpog'iston Respublikasidamiz. Bugun bayram, bugun tantana, bugun mana shu sahnada Qoraqalpog'istonning eng faol yoshlari, iste'dodli yoshlari, zukko yoshlari o'zaro kuch sinashadi. Ko'ramiz, ular nimaga qodir. Ekran yonidan uzoqlashmang. Imkon show boshlandi. Qadrli teletomoshabinlar, ana endi marhamat qilib ishtirokchilar bilan tanishing. Birinchi jamoa Zamir Jemuratov. Assalomu alaykum, hurmatli Imkon show teleko'rsatuvining yo'rituvchilik jamoati, aziz Qoraqalpoq yoshlari. Men Jemuratov Zamir Aytmagambetovich, Kamolot yoshlar jamiyati harakati Nukus qalалық kengesi boshlig'iman. Bugungi kunda kuchli fuqarolik jamiyat qurish yo'lida alga qarab ilgarilab o'tirgan mamlakatimizda yoshlarga degan diqqat e'tibor yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Sonliqdan mamlakatimiz yoshlari ilm, bilim, madaniyat, sport ham boshqa da taraflarda dunyo arenalarında mamlakatimiz bayrog'ini jo'qar shoqqalarga ko'tarib, vatandoshlarimiz alqishiga muyassar bo'lmoqda. Ofarin, barakalla, barakalla. Zamir, marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Keyingi ishtirokchimiz, ular nimalarga erishgan, qanday natijalarga erishgan va ular qaysi soha xodimi? Keling, hozir bilib olamiz. Oysho'pon O'razimbetova. Mana ular, mana. Avvalo, assalomu alaykum, showimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, yoshlar telekanali ham elimizning sho'x yoshlari. O'ngirinde shayqalgan jaz Qaratau, Amudaryo suvlaridan nar olib, qublasında şökкен narday Qaratau, arkasında aq sazanlı aralı. Bizde söz var, meyman ырыс bereket. Qonaq күту зейнеті her adamның, егер үйге 5 күн meyman келмесе, шай қонбас, менің байғұс анамның. Білесіз бе, Ақрар аға, біздің Қарақалпақ диярының хаттегі алтын топырақларында да талант бар. Себебі бұл өлкеге қадем қойған әрбір инсанның жүрегінде өзгеше бір күш, сезім пайда болады. Қарақалпақ әдебиетінің ең ірі көрнеклі уәкілі Ажинияз шайыр да жылында меуелеп 3 рет піскен аты сүтілмектей жемісім барды деп жырлағандай, Қарақалпақ диярының алтын топырақларында өніп өскен меуелері, жеміслері хаттегі сүтілмегінде де маргия бар. Мен де міне осы Қарақалпақ диярында туылып, Гөзал диярымыздан, биік тауларымыздан, Нүкіс қаламыздағы болып атырған жаңаланулардан, һәм әлбетте құрметлі президентіміздің біз Қарақалпақ жастарына көрсетіп атырған айрықша ітібар һәм қамқорлықтары нәтижесінде ilham алып қосқылар жаза басладым. Әдебиятқа болған мехрім оянды. Бұның нәтижесінде болса, үлкен табыстарды қолға кіргіздім. Яғни 2012 жылы елімнің гүл қызым анатлық қосқылар кітабым баспадан шықты. 2013 жылы болса, Қарақалпақ тілі һәм әдебиет пәні бойынша пән олимпиадасына қатынасып, республикалық басқышта жеңімпаз болдым. Бұның нәтижесінде грантикарында тест ымтиханларсыз Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетіне студент болып қабыл етілдім. Бұл елі әмесі емес, сондай-ақ мен талантлы жастар таңлауы есапланған жұрт келешегі таңлауының республикалық басқышында жеңімпаз болдым. Ал 2013 жылдың бәһәр маусымы болса, менің өміріме өзгеше бір қуаныш кейпиятпенен кіріп келді. Яғни республикамыздағы мыңлаған қызларымыз арзу ететұғын Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты деп табылдым. Ofarin, barakalla. Qadrli teletomoshabinlar, o'zingiz ko'rib turibsiz, har bir ishtirokchi o'ziga xos ma'lum bir yutuqlarga, darajalarga erishgan ajoyib yigit qizlar. 3-ishtirokchi u kim? Keling tanishamiz. Demak, ularning ism-shariflari: Bahodir Adilshayev.
Assalomu alaykum, hurmatli imkonshov ko'rik tanlovining ajoyib ixlosmandlari hamda o'rgatuvchilik jamiyati. Men Adilshayev Bahodir Po'latovich, Qoraqalpog'iston Respublikasining jaz fermeriman. Men 2010-yili o'z fermer xo'jaligimizni ochgan bo'lsak, fermer xo'jaligimiz dastlab bir tarovda 7 gana жұмысшы bilan жұмыс boshlagan bo'lsa, hozirga kelib fermer xo'jaligimiz ko'p tarmoqli fermerlar qatoriga qo'shildi. Hamda 10 ga yaqin жұмысшы o'z qatorida жұмысшыларni ta'minlaganman. Men usi qisqa vaqt aralığında bir qancha yetishganliklarga erishdim. Hamda o'z fermer xo'jaligimiz bilan juda ulkan natijali жұмыстар olib bordik. Ya'ni 2012-yili prezidentimiz sovg'asi uchun o'tkazilgan tashabbus 2012 ko'rik tanlovining Qoraqalpog'iston Respublika bosqichida eng yaxshi jaz fermer nominatsiyasi jengimpozi bo'ldi. Hamda 2013-yili o'tkazilgan tashabbus ko'rik tanlovining O'zbekiston Respublika bosqichida, Toshkent qalasida o'tgan bosqichida O'zbekistonning eng yaxshi jaz fermer degan nominatsiyani jengimpozi bo'ldi. Ustoz shiqib so'luvdan foydalanib, elimizdagi barcha jazlarda shunday yurtboshimiz tomonidan yaratilib berayotgan imkoniyatlarning to'liq foydalanishga chaqirib qolaman. Sababi hurmatli yurtboshimiz tomonidan biz jazlarga barcha tarovlarda imkoniyatlar yaratilib bermoqda. Aslida kishi biznes hamjiga istiqbolni rivojlantirish tarovida biz jazlarga berilayotgan imkoniyatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, imtiyozli kreditlarning ajratiluvi hamda fermerlarga mini texnika texnologiyalar aluvunda imtiyozli lizinglarning uzoq muddatlarda beriluvi hamda biz jaz istiqbolni, jaz fermerlarni qo'llab-quvvatlaydigan bir qancha sho'rkemlarning tuziluvi ulkan bir imkoniyat bo'lib hisoblanadi. Ofarin barakalla. Marhamat Bahodir, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Va nihoyat, jamoaning 4-ishtirokchisi Lola Muhammeddinova. Sorasang elimdi hoşban bizlerden, halpağı kazanday yellerim vardı. Kati çıksa keşiringler sözlerden, atı kara kalpak yellerim vardı. Assalamu alaikum, Jaslar telekanalının imkan şov ko'rsatuvining o'rgatuvchi jamoatlari. Quyoshli elimiz, mehmondo'z xalqimiz Qoraqalpoqqa xush kelibsiz. G'aribsizligimizdan keyin madaniyat tarovida, so'ning ishinde folklorimizga juda ham kengyen yo'l ochildi. Bugungi kunda men O'zbekiston o'rgatuvchi jamoatlar birlashmasiga qarashli Muhallis Tutarchilar xalq ansamblinde baxsi ham sajende lavozimida жұмыс алып бармақтаман. Ансамблimiz a'zolari Yevropa ham Азия mamlakatlarida bo'lib, Qoraqalpoq xalq sazlarini ham qo'shiqlarini dunyo arenalarına жарып chiqdi. Kichkinaligimni meni Qoraqalpoq asboblarning ishinde o'zine tartgan gektar bir tiyek 12 perdesi menen meni o'zine sihirlagan asbob бұл Qoraqalpoq alam o'ynaq butari bo'lib hisoblanadi. Бердақ babamızның қызы Хурliman бақсы қызындай болып, мен де келешекте Құда қалесе Qoraqalpoq қыз бақсы болып жетілсе мен деп алдыма ниет еткенмен, арзуларым, арманларым қол қанатым болып, бүгінгі күнде Qoraqalpoq қыз бақсы болып жетілсім. O'zbekiston ko'lamida bo'lib atirgan barcha konsert ham konkurslарында kichkinaligimdan boshlab ta bugungi kunga shekem Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari bilan atqarib kelmoqchiman. Kichkinaligimda Kari Yakupov atındagi konkursda O'zbekiston ko'lamida birinchi o'rinda, Muxtar Ashrafiy atındagi konkursda O'zbekiston ko'lamida birinchi o'rinda, Жұрт келешегі конкурсында Өзбекстан жеңімпазы болдым. Ынталы талабалар стипендиясын жеңіп алдым. Жас аналар арасында өткерілген аналар хайю айтқанда конкурсында ең жақсы атқарушы номинациясын жеңіп алдым. Хамзе Хорезмде, Ишанхалада болып өткен бақсы жыраулар арасында болып өткен конкурстың жеңімпазы болдым. Осы кішкене менің жетіскенліктерімді есапқа алып, президентіміз Хамзе халқымыз 2010 жылы мені Нықал мемлекеттік сыйлығына лайық деп тапты. Һәм сол жылдың өзінде Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің магистратура бөліміне грант тикарында имтихансыз оқуға қабыл етілдім. Ajoyib. Lola, endi albatta bu so'zlar isboti bilan bo'lish kerak. Aqrar ağa, endi siz Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchi marta qadam qo'yding deb atiribsiz. Men o'sha janajan ulkemdi, kindiq qanim tamgan matkanimdi sizga, siz orqali barcha O'zbekiston xalqina 2 kuflet Qoraqalpoq xalq qo'shig'imen ta'riflab bersam qalay bo'ladi? Ajoyib bo'ladi, ajoyib. Arjaq berjaq
Qoraqalpoqdan. Yürek uçup qankıldasıp qasqıngan aydın köller Qoraqalpoqdan. Al düşmanğa mirimsiz isti örnekliye urusta bir özünün qadiretliyen. Alpamız aybatlı rüstem yürekliye belle beglem. Qoraqalpoqdan. Ofarin, barakalla. Lola, tarifga til ojiz. Boshqarish yo'q emas, o'ylaymanki o'yin davomida ham mana shunday ishtirok bilan hammani sehrlab qo'yasiz. Xo'sh, jamoaning nomi nima bo'ldi? Jamoaning nomi? Topar a'zolarimiz bilan o'ylasgan holda toparimiz adın Qaratov deb qo'ydik. O'qishlar qo'yamiz. Qaratov jamoasi. Ajoyib, marhamat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Marhamat. Qadrli teletomoshabinlar, ochig'ini aytish kerak, Qaratov jamoasiga juda ham iste'dodli, zukko, zakiy yoshlar yig'ilishgan. O'z sohasining ustalari. Shunday qilib, Qaratov jamoasiga qarama-qarshi tomonda kimlar? Marhamat, ular bilan tanishamiz. Demak, birinchi ishtirokchi O'sherbay Bekjanov. Assalomu alaykum, hurmatli imkoncha ko'rsatuvining 4-jamoati. Shan Shavketli Toshkent qalasidan Meymando'z Qoraqalpoq diyarına qo'sh kelibsiz. Ata-anam aytqanimiz kelsin deb 360 әулиеге түнепті, шайыр Ибрайымдай бір ұл берсін деп жаратқаннан жалбыранып тілепті. Шексіз шадлық болып ата-анама, туылыппан қалыкөл деген қалада үйге біреу келсе мені жасырып, көз тиер деп шығармапты далаға. 7 жаста мен мектепке барыппан. Жаслай қосық сазға құштар болыппан. Басқа сабақлардан 3-4 алсам да, тек қосықтан барғұлла 5 алыппан. Солай етіп, ақрараға менің қосық жазуға деген ықыласым 4-лікпен шұғыланып, мектеп дәуірінен басылап шұғыланып басладым. 2012 жылы сұлу қыз атлы гозал қызларымызға арналған ең бірінші топламын баспадан шықты. Ofarin, barakalla O'sherbay, marhamat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Davom etamiz. Demak, ikkinchi ishtirokchimiz Sanimayim Erkinboyeva. Assalomu alaykum, imkoncha ko'rsatuvi ko'rsatuvchilari. Xudoyning qutli nazar tusgan azaldan polvonlar elati hisoblangan Qoraqalpoqdan xush kelibsiz. Men Erkinboyeva Sanayim, Qoraqalpog'iston Respublikasining eng chekka rayonlarining biri, Go'zal qizlar elati hisoblangan Shomonaydan bo'laman. Men sportning judo turimen 9 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. O'sha vaqtgacha yetishganliklarim 20 marta Qoraqalpog'iston chempioni. 12 marta O'zbekiston chempioni. Xalqaro turnirlardan jengimpazi hamda 2 marta Osiyo chempion bo'lgan edim. Usmon mening bir qatorda hozirgi kunda O'zbekiston sport ustasi ham xalqaro sport ustasi bo'ldim. Men jasman жаңа 20ga keldim. Mening ela kelishegim oldinda men imkoniyatlardan foydalangan holda butkul O'zbekiston xalqina Braziliyaning Rio de Janeiro qalasida bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida elimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib oltin medal olib qaytishga va'da beraman. Ofarin, barakalla. Sani, marhamat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, men hayratdan lolman. Bu yoshlarimiz erishgan natijalari albatta hamma havasini keltiradi. Qoyilman. Demak, 3-ishtirokchimiz Gulnigor Sapayeva. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli imkon show ko'rsatuv ijodkorlari, Qoraqalpoq eliga xush kelibsiz.
Tengdoshlarim qatori men ham Qoraqalpoq diyorining eng baxtli qizlaridan biriman, chunki yurtimizda biz yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda. O'zim san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Kichkinaligimdan shu san'at sohasini tanlab, ko'plagan ko'rik-tanlovlarga qatnashib kelmoqdaman. 2012-yili Samarqand shahrida o'tkazilgan Yagona san muqaddas vatan ko'rik-tanlovida birinchi o'rinni olishga sazovor bo'ldim. Mardlar qo'riqlaydi vatanni ko'rik-tanlovida ham birinchi o'rinni egalladim. Eng quvonarlisi esa bu yil men uchun juda ham omadli yil bo'ldi, chunki mustaqilligimizning 23 yillik bayrami munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlandim. Ahror aka sizga sovg'am bor edi. Qo'limdagi mana shu diskda eng noyob durdona asarlarimiz Qoraqalpoq milliy xalq qo'shiqlari joylashtirilgan. Marhamat. Ofarin. Albatta sovg'a o'z yo'liga. Buni uyga borganda eshitaman, lekin sizdan hozir jonli ijro eshitmoqchimiz. Sarı boylu kalim yara kaşlı nigarım, bu sözümde pınhan endi yetseng ne buldu? Bu alemnin bär yara düşman yağıdır, rakiplerden hazar yara yetseng ne buldu? Aa, yetseng ne buldu? Ofarin barakalla. Gulnigor marhamat o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Va! Jamoaning 4-ishtirokchisi Salomat Ayapov. Assalomu alaykum Ahror aka. Qoraqalpog'istonga xush kelibsiz. Men Jashirov Ayap Salmat, Berdaq atınдағы Qoraqalpoq Mamlaketlik Universiteti Pedagogika fakulteti muzikалық ta'lim qanigaligining 4-kurs studenti bo'laman. Ahror aka, men hozir chiqib bersiz mаған emas, qo'limdagi saz asbobga qarab o'tirgan sizning. Bu saz asbobni yaqindan tanishtirsam, bu Qoraqalpoqning eng eski saz asbobi qil qobuz asbobi bo'lib hisoblanadi. Bu qobuz asbobini men balaligimdan beri shertib ham atqarib kelaman. Shu qobuz orqali bir qancha tanlovlarning jengilpozi bo'ldim. Ham chet el mamlakatlarına da chiqib, usunday saz asbobimizda, usunday milliyligimizda, usunday xalqimizda, usunday madaniyatimizda boshqa mamlakatlarga maqtanish bilan maqtanib yurgan prezidentlarning biri men deb erkin ayta olaman. Mine hozirda Usu жерде, usu qobuzda bir namoz sherib berib, sizin qulog'ingizning shang'ini qaqaman degan maqsadda olib kelib o'tirman. Marhamat, jon deb eshitaman, jon. Hozirgi sherib beradigan namam asrning namosi, bu asrning namosi 200 yil oldin paydo bo'lgan nama. Bu namani so ata-bobamiz vaqtida shertganda, hattoki tabiatda o'zgarib, kun bulutlasib, jovun jovatan bo'lgan. Endi bu namani hozir men oxirina deyim sherib bermayman. Sebab oxirina deyim sherib desam, yana jovun jovib ketib, Toshkentga qayta olmay qolamiz mumkin. Salomat. Jamoani nomi nima bo'ldi jamoani? To'parimizning ati hozir men bekarga qobuzmen chiqqam yo'q Ahrorga. Bu endi qobuz asbobi, жаңа aytganda eng eski saz asbobimiz. Yana qolaversa, so ata-bobamiz vaqtida so burungi davrda yelinden, jerinden, suvidan ayrilsa da hech vaqtda so qobuzdan ayrilmagan. Har doim arkasında bo'lgan. So'nliqdan mene bugungi davrga deyim yetib kelib o'tiribdi. Al biz baxtli yoshlar usini shertib quvonib yurmiz. So'nliqdan bizlarning to'parimizning ati Qil qobuz to'pari deb atadik. Ofarin barakalla. Marhamat, Qil qobuz jamoasi o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, mana imkon shouning har ikki jamoasi shouimiz markaziga hozir bo'lishdi. Ana endi tezkor savol-javob
boshlaymiz. Tezkor savol javob. Tezkor savol javob. Chaqqonroq bo'ling. Kim ko'proq topadi? Tezkor savol javob. Bu shartni birinchi bo'lib Qaratov jamoasi boshlab beradi. Qaratov jamoasidan Zamir Jemuratov taklif qilaman. Zamir, marhamat, kela qoling. Zamir, tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Nukus shahri qaysi orden bilan mukofotlangan? Do'stlik ordeni. Javob to'g'ri. Zilzila eng kam sodir bo'ladigan davlat? Aljer. Jazoir. Javob to'g'ri. Meksikada bolaga nechta ism berishadi? 2 at qo'yiladi. Ikkita. Javob to'g'ri. Nechanchi yilda Nukus shahrining 70-yilligi nishonlangan? 2003-yil. Javob to'g'ri. Eng qadimiy poytaxt? Damashq. Javob to'g'ri. Yulduz uchadimi? Ushpayda ol meteorit bo'yicha. Javob to'g'ri, barakallah. Tuproq qala yodgorligi qanday shaklda qurilgan? 4 mishli. To'rtburchak. Javob to'g'ri. Qoraqalpog'istonda nechta tuman bor? 14 ta. 14 ta. Mickey Mouse necha yoshga kirdi? 86 yoshda. Javob to'g'ri. Qoraqalpog'iston hududida qaysi davrdan boshlab odamlar yashay boshlagan? So'nggi paleolit davridan boshlab. Aferin, aferin. Ochig'ini aytishim kerak. Zamir, qoyil qoldim. Zamir Jemuratov 1 daqiqa ichida 10 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Barakalla Zamir, marhamat, o'z joyingizga egallab olishingiz mumkin. Demak, ikkinchi ishtirokchimiz Aysholpon O'razimbetova. Tayyormisiz Aysholpon? Tayyorman. Boshlasak bo'ladimi? Mayli. Boshladik. Qoraqalpoq o'tovlari boshqa millat o'tovi bilan nimasi bilan farq qiladi? Konus tarziga ega bo'lgani uchun boshqa o'tovlardan farq etadi. Javob to'g'ri, barakalla. Katta Guldursun qal'asida qaysi shoh davrigacha hayot davom etgan? Muhammad Xorizm shah. Javob to'g'ri. Italiyalik kelin-kuyovlar to'y so'ngida baxtlari qanchaga cho'zilishini bilish uchun nimani sindirishadi? Shishani. Bakal, shisha. Javob to'g'ri. Qoraqalpoq qizlarining burniga taqiladigan oltin ziraklar qanday bo'ladi? Aribek. Aribek. Javob to'g'ri. Qadimgi Gretsiyada qanday odamlar rahbarlikka noloyiq hisoblangan? Shuni sizlar bilmaydigan. Yo'q, oila qurmaganlar. Buyuk bobo kalonimiz Abduxoliq G'ijduvoniy hazratlarining 950-yilda nishonlangan? 2002. Javob to'g'ri. Qoraqalpoq milliy taomi? O'rtik. Javob to'g'ri. Tilla qori madrasasi necha yilda qurilgan? 15. 15 yilda. Javob to'g'ri. Tailand davlatining hududi kattami yoki Fransiyaligimi? Fransiya. Yo'q, ikkalasini teng. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida joylashgan yirik korxonalarni sanang. Qo'ng'rat soda zavodi, Xo'jalik shisha zavodi. Aferin, barakalla! Barakalla, marhamat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Aysholpon O'razimbetova 1 daqiqa ichida 8 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Demak, navbat 3-chi ishtirokchimizga yetib keldi. Bahodir Adilshayev. Bahodirjon, tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Qoraqalpoq yoshlarining tahsil olishlari uchun jami nechta umumta'lim maktablari bor? 746. 754 ta. Qoraqalpog'iston sanoatining iftoriga aylangan Qo'ng'iroq soda zavodi yiliga necha tonna mahsulot ishlab chiqaradi? 100 ming tonna. To'ppa-to'g'ri 100 ming tonna. Davom etamiz. Mirarab madrasasi nechanchi asrda qurilgan? Buxorodagi. 16-asr. 16-asr. Javob to'g'ri. Nukus aeroporti nechanchi yilda tashkil etilgan? 1992. 92. Bu qalamunning tili o'z tanasida necha marotaba uzun? Bu qalamunning tili necha marta uzun o'zining tanasidan? 15. Yo'q, 2 marta. 2 marta. Xitoy necha ming yillik tarixga ega? 1000 yillik. Yo'q, 6000 yillik. Qoraqalpog'iston hududida nechta fermer xo'jaliklari mavjud? Buni bilmasak bo'lmaydi, 4000 dan. Javob to'g'ri, barakalla. Suvaraklar necha xili bor? 2 turi bor. Yo'q, 900 xili bor. Vaqt tugadi. Bahodir Adilshayev 1 daqiqa ichida 4 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Qarshi chalib qo'yamiz. Va Qaratov jamoasining so'nggi ishtirokchisi Lola Muhammeddinova. Demak, Lola tayyor, men tayyorman. Boshladik. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida nechta musiqa maktabi bor? 21. Javob to'g'ri. Qoraqalpog'istonda nechta teatr bor? 3 teatr. Javob to'g'ri. Toshkentdagi eng sovuq qish nechanchi yilda bo'lgan? Toshkentdagi, Toshkent qal'asida. 1974. Yo'q, 30-yilda bo'lgan, -30 gradus bo'lgan ekan. Qoraqalpog'istonda nechta yirik sport, suv sporti majmuasi bor? 4 ta. Javob to'g'ri. 3 ta darvozali futbol o'yini bormi? Yo'q. Bor. Eng yaxshi futbol to'plari qaysi teridan tayyorlanadi? Qorako'l teri. Qorako'l teridan. Javob to'g'ri. Qoraqalpog'istonda nechta tennis korti mavjud? 51. 51 ta. Javob to'g'ri. Meksika davlatining to'liq nomi? Meksika. Yo'q, Meksika Qo'shma Shtatlari. Notanish yigitni rostakamiga sevib qolish uchun qiz yigitni necha marotaba ko'rish kerak? Ko'p marta. Necha marta? 20 marta. Yo'q, 14 martaga, 14 marta. Sulton Voiz tog'i qayerda joylashgan?
uni balandligi qancha? 473 metr balandlikda joylashgan va Qoraqalpog'iston hududi vaqt tugadi. Ofarin Lola, ofarin marhamat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Lola Muhammeddinova 1 daqiqa ichida 6 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Qadrli teletomoshabinlar, Qoratog' jamoasi tezkor savol-javobni yakunladi. Ana endi navbat Qilqo'biz jamoasiga. Ularning yuzlariga qarang, ularning yuzlariga qarang. Boya o'yin boshlamasdan oldin yorib turishgan edi, lekin Qoratog' jamoasining ishtirokini ko'rib, ular biroz hayajoni, demak ularning hayajoni biroz ko'payganga o'xshayapti. Hozir ko'ramiz, kim g'olib bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Demak, men ularga omad tilayman va Qilqo'biz jamoasini olqishlab qo'yishingizni so'rayman. Birinchi bo'lib, o'zlarini go'zal she'rlari bilan bizni qoyil qoldirgan O'sherbay Bekjonov taklif qilaman. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Qoraqalpog'iston hududida necha xil o'simliklar turlari uchraydi? 979. Javob to'g'ri, barakallah. Qoraqalpog'iston hududida necha xil qushlarning turi mavjud? 307. Javob to'g'ri. Balet nechanchi asrda shakllangan? 18-asrda. Javob to'g'ri. Nechanchi yillardan e'tiboran qoraqalpoqlar Xiva xonligi tarkibiga o'tgan? 1811. Javob to'g'ri. Dunyoga mashhur Toj Mahalni kim qurdirgan? Shohjahon. Javob to'g'ri. Bir gaz hozirgi o'lchovda qancha bo'ladi? 1 kub. Yo'q. Bir gaz deb o'lchagan uzunlik o'lchovi. Necha metr? Kilometr. Yo'q, 1 metr 6 santimetr. Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining 65%ni necha yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi? 25 gacha. 25 gacha. Mirzo-Ulug'bek, uzugimning ostida mamlakat degan nima nazarda tutilgan? Nima nazarda tutgan? Uzugim ostidagi mamlakat nima nazarda tutgan? Nimani? Vaqt tugadi. Uzukdagi muhrini qarshi chalib qo'yamiz. O'sherbay Bekjonov 1 daqiqa ichida 6 ta savolimizga to'g'ri javob berdilar. Saniyayim Erkinboyeva. Men sizga savol bermoqchiman. Nima uchun aynan sport tanlagansiz, dzyudoni tanlagansiz? Sizlarning mard yigitlarimiz, gavdali yigitlarimiz boshlovchi bo'lib yurgandan keyin bizlar kurasa qoldik-da. Ofarin. Bo'ldi. Ofarin. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Qoraqalpog'iston aholisining soni 1.700.000. Javob to'g'ri. Ayos qal'a nechta qo'rg'ondan iborat? 3. Javob to'g'ri. Yevropada yigit qizga tikonsiz atirgul sovg'a qilsa, bu nimadan darak beradi? Yaxshi ko'raman. Bir ko'rishda paydo bo'lgan muhabbatdan.